Hurmatli kitobxonlarim, bugun sizlar bilan ko'proq uchrashyapmiz. Buning sababi hozir Muharram oyida imkon darajasi mana bu kitobni sizlarga ertaroq o'qib bering deyapman. Bu kitobni o'qiganlaringizdan keyin Imom Hasan, Imom Husaynning tarixini, Fatima onamizning hayotini, Hazrati Alining hayotini, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini o'qib bilib chiqasizlar va u kishilarga nisbatan mehr muhabbatlaringiz juda ham oshadi. Shuning uchun deb Instagramga chiqaversam, bu nima qilyapti bu ayol Instagramda demangizlar. O'zim yaxshi ko'rgan kitobni sizlarga o'qib beryapman. Fatima roziyallohu anhu payg'ambar gulistonida haqiqat g'unchasi bo'lib ochildi va butun olamga xushbo'y iforlar taratdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijriy 9-yilning Rajab oyida 10,000 otliq 30,000 piyoda qo'shin bilan Tabuk safariga chiqdilar. Insonlarni tashnalikka mubtalo qiladigan, quritib qizdiradigan, yoqib kuydiradigan yozning jazirama issiq kunlaridagi zahmatli safar edi bu. O'shanda sahobalardan 3 kishi o'z ixtiyori bilan bu safarga qatnashmadilar. Ularning biri Abu Luboba edi. Ammo qo'shin ketgach, u zot xato qilganini tushunib, pushaymon bo'lib, qo'shinga qo'shilish uchun tavba qilib, ko'z yosh to'ka boshladi. Shu maqsadda payg'ambar masjidiga yugurdi. Bugungi kunga qadar Abu Luboba ustuni deb ataladigan masjid ustuniga o'zini bog'ladi va qasam ichdi. Allohning rasuli kelib, o'zlarining muborak qo'llari bilan meni bu ustundan yechib olib, af etmagunlarigacha hech narsa yemayman ham, bir qultum ham suv ichmayman. O'lgunimga qadar mana shu holatda Janobi Haqqa va uning payg'ambariga qilgan ishimdan pushaymonligimni ko'rsataman. Hazrati Abu Luboba haqiqatan ham aytganini qildi. 7 kecha kunduz mana shu holda bog'langanicha qoldi. Namoz vaqtlarida qizi kelib, Lubobani yechar, namozini ado qilgandan keyin yana shu taxlitda bog'lab qo'yardi. O'tgan vaqt ichida hech narsa yemadi, bir tomchi ham suv ichmadi. Ko'kda kuydirayotgan quyosh, yerda olov sochgan qum va dahshatli issiq uni kuydirib, kul qilardi. Ammo shunday kuchli bir ichki muhabbat bilan yig'lardiki, shunday ko'z yosh to'kardiki, nihoyat hushini yo'qotib, o'zini bilmay qoldi. Uning bu holatini Fatima Zahra roziyallohu anhu ko'rib qoldilar. Nozik qalbida shafqat hissi bosh ko'tardi. Unga rahmi keldi. Uni yechib olishni istadi. Ammo Luboba so'ngan va ichiga botib ketgan ko'zlari bilan e'tiroz bildirdi. Ey Fatima, qasam ichganman. Faqat shaxsan Allohning rasuli yechib olishi mumkin. Olamlarning sarvari bu gaplarni eshitgach shunday marhamat qildilar. Fatima mening bir bo'lagimdir. Ya'ni xoh u yechsin, xoh men ichayin, hech bir farqi yo'qdir, dedilar. Nihoyasi bo'lmagan mulkning sayyidi, Kavsar havuzining sohibi janobi Ahmad Muxtor sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Har bir qiz farzandning o'g'illari u qizga, ya'ni onalariga nisbat beriladi. Ammo Fatima Zahroning bolalari bundan mustasnodir. Zero ularning valilari menman. Ular sahih nasl-nasab bilan mendan hisoblanadi. Bu buyuk va erishib bo'lmas sharafga faqat Hazrati Hasan va Hazrati Husayn roziyallohu anhular munosib ko'rilganlar. Bu ikki jannat chechagi Rasulullohning muhabbati esini tanidilar. Rivoyatga ko'ra, jannat Alloh taoladan so'rabdi: "Yo Robbi, nega menga faqat miskin va faqirlarni beryapsan?" Alloh jannatga xitob qilibdi: "Izzatim haqqi Hasan va Husayn bilan seni bezataman." Hazrati Fatimaga Allohning rasuli shunday marhamat qildilar. Alloh taolo shubhasiz senga azob bermasligi kabi sening farzandlaringga ham azob bermayajakdir. Azizlarim, agar intiqlik bilan yana mana shu kitobni o'qishimni xohlasangizlar, like bosingizlar va izohlarda fikrlaringizni qoldiringizlar. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.